Hammaga salom. Bugun kadr ortida ko'rsatuvining ijodkorlari siz aziz teletomoshabinlarga yangilik yaratish maqsadida poytaxtimiz Toshkent shahriga yetib keldik va bugun Qodirxon teleserialining suratga olish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib boramiz. Rosa ko'nglimdek ish bo'ldi. Mayli bo'z, sizga ruxsat, biz qaytdik. Ochilmayapti. Rahmat yana bor. Stop! Voy, bitta qizni da haydab Davron aka, bitta savol beraman deb yurardim. Kinodagi o'ynayotgan rollaringiz hayotga qanday ta'sir qiladi? Kinoda o'ynayotgan rolingiz har doim qanaqa rol bo'lishidan qat'iy nazar, agar xalqqa ma'qul kelsa, xalq sizni mana shu rol bilan tanisa, shu rol bilan ularni mehriga erishsangiz, albatta bu hayotingizga ta'sir qiladi. Xalq sizni o'sha obrazda tanigan, o'sha obrazda ko'rgisi keladi. Ba'zi paytlarda bir ko'chada odamlar bilan ko'rishib gaplashib qolganimizda o'zi hayotda oddiy inson ekansiz u deyshadi. Lekin qo'ldan kelgancha xalqimizni o'sha ko'zlariga o'sha o'zlari tasavvur qilgan, o'zlari o'sha yoqtirgan personajlarida ko'rinishga harakat qilamiz. Chunki bo'lmasa ularning o'zligi gapirib yuborishadi-da. Unaqa odam emas ekansiz hayotda. Hayotingizga ta'sir qiladi. Kinoda juda ham jiddiy roldasiz-da. Lekin hayotda ham bir samimiy, oddiy. Kino bilan hayotda ancha farqi bor. Kino bu o'sha ssenariyda yozilgan, rejissor zadacha bergan personajlarni yoritishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Lekin u hayot boshqa narsa. Hayotda men u jiddiylikni boshqalarga jiddiy bo'lib tursam, hech kim bilan kelisha olmayman. Kibr ekan deyshadi. Shuning uchun payti kelganda jiddiymiz, payti kelganda samimiymiz. O'sha kim qanaqa muomala qilsa, o'shanaqa javob qaytarishga harakat qilamiz. Bu Qodirxon seriali boshqa seriallardan farqi. Aynan siz shu sohada serialni tanladingiz. Yaxshi savol berdingiz. Shu paytgacha hech qaysi intervyuda bu savolni berishmagandi. Qodirxon serialini boshqa seriallardan farqi, eng katta farqi, eng yutug'i ham deb o'ylayman. Qodirxon oilaviy serial va birovlarga o'rnak bo'la oladigan serial. Bizda qo'pol qilib aytganda uyatsiz sahnalar yo'q. Oila davrasida bemalol ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Biz iloji boricha shu narsalardan qochishga harakat qilamiz. Nimaga? Bizani serialni oilaviy davrada bir yosh bolalar bilan ham, ayollar bilan ham bemalol ko'rib o'tirishlarini xohlaymiz. Menimcha shu yutug'imiz bo'ldi deb o'ylayman, chunki bizani serialni o'sha oila davrasida xuddi bir oilaviy serialga aylanib qolgan, ovqatlanib o'tirishganda Qodirxonni qo'yib ko'rishadi menimcha. Eng katta yutug'imiz shu. Keyin eng katta ish jarayonidagi yutuqlardan bittasi, eng muhimi, komanda bir-biri bilan gaplashadi. Hatto shu texnikadan tortib oddiy bir epizodga chiqadigan insonning ham fikri inobatga olinadi. Kuch birlikda deganidek, bizda ham o'sha birlik bor. Agar biza bir bo'lmaganimizda shu paytgacha yetib kelmagan bo'lardik. 4 yildan beri efirga uzatilyapti. 4 yildan beri efirdamiz. 750 ta seriya oldik menimcha. 750 ta. Xudo xolasa niyatimiz shu Santa Barbarani rekordini yangilash. O'zi hozir rekordda bo'lsalaring kerak. O'zbekiston bo'yicha bunaqa uzoq seriyali serial yo'q. Biz ancha bo'lgan rekord turganimizga. Endi
nimaga to'xtatmayapsizlar deb ko'p savol berishadi. To'xtatmayotganimizni sababi bu seriallar reytingi tushmayapti. Xalqda hali ham talab bor. Talab bor. Xuddi boya aytganimdek, o'sha xalqqa oilaviy kinosiga aylanib qolgan. Sal efirda ko'rinmay qolsak, sirazi o'sha kanalga, ijtimoiy tarmoqlarga yozish boshlashadi. Shuning uchun ham to'xtata olmayapmiz. Aynan sizni boshqa kinolarga, seriallarga taklif qilishsa, ruxsat berishadimi Qodirxon ijodkorlar? Bizda unaqa boshqa serialga chiqasiz, chiqmaysiz degan taqiq yo'q. Kim kelsa ham boshqa seriallarga bemalol chiqishlari mumkin. Bizda nima desa bo'ladi? Hech kimni bir sharoitiga, bir nimasiga to'sib qo'yadigan taqiqlar yo'q. Taqiq yo'q. Bemalol boshqa. Albatta. Bo'ldimi yangi suratga Ko'p tushishlar? bo'ldi. Qaysi Ko'p bo'ldi. seriallarda suratga tushdingiz? Efirga ketdimi ular? Serial Badavlat gadoylar seriali deganda suratga tushdim va o'zim rejissori bo'ldim. O'zim rejissor bo'lib, o'sha 40 ta seriya efirda ketdi Milliy telekanalda va o'yin degan, Qora pul degan badiiy filmda tushdim. Keyin telenovellalarga chaqirishdi. Ko'pini rad qildim. Nega? Chunki o'sha boya aytib o'tganimdek, yangi personajlarimiz Zo'r. yangiliklarini bilintirishdi. Bo'ldi. O'sha Gapini tugatib qo'ydilar. telenovellalarga chaqirishdi. 2 ta telenovellada chiqdim. Shunaqa davom etyapmiz. Xudo xolasa, menimcha hali to'xtamasak kerak. Iloyim to'xtamang. Ilohim. Salomat bo'ling. Sizga rahmat. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Ruxsor telekanaliga omad tilab qolaman. Ruxsor telekanali meni o'sha birinchi klipim chiqqanda hech qaysi kanal qo'ymagan. Ruxsor telekanaliga iltimos qilganimizni qo'yib berishgan. Rahmat deb qolaman ijodkorlarga. Juda ham samimiy insonlar. Ilohim joninglar sog' bo'lsin. Ilohim. Ijod qilishda to'xtamanglar. Inshaalloh sizlarda ham shu xizmatlarda bo'lish nasib qilsin. Ilohim. Qarang sen, stop, boshqa olaylik. Yo'tal qaramayapti. Yaxshi aka, rahmat. Bugun mana tasvirga olish jarayonlariga keldik. Qanday ketyapti endi tasvirga olish jarayonlari? Shu ko'rib turganingizdek, yaxshi aka, xudo xolasa qo'ldan Aktyorlar kelgancha harakat qiynashmayaptimi? Yo'q, qiyin emas. Endi hamma ishda o'zgarish mashaqqatli bo'ladi baribir, oson emas. Chunki o'zi ham syomka ishlarini yaxshi bilasiz. Albatta. O'zgarish yengillik tomoni bor, o'zgarish qiyinchiligi. Endi odam ishini yaxshi ko'rsa, bilinmaydicha qiyinchilik xudo xolasa. O'zi birinchi nima qilinadi? Kino olishdan oldin birinchi nima qilinadi? Ssenariy yoziladi. Asosiysi o'zi ssenariy. Endi g'oya topiladi birinchi. Chunki g'oya topib olishingiz kerak, u kino nima haqida bo'ladi, odamlarga nima bermoqchisiz. Bizda endi asosiy g'oyani ustozimiz Sohon Nurmatov beradi. Ssenariyni ham juda ko'p ishlarda ustoz o'zlari yordam beradi. Endi baribir biz aqlimizcha narsaga yetmaydi, o'shaning uchun ustoz o'zlari Birgalikda ko'rsatib, asosiy katta ishni ustozlar hal qiladi baribir. Biz bajarib beramiz. Birinchi g'oya topiladi. G'oya topiladi, keyin ssenariy yoziladi, keyin syomkagacha bo'lgan podgotovka jarayonida. Endi baribir bu syomkadagi ishda ham o'zgarish mashaqqat bor, lekin syomkagacha bo'lgan ish ko'p narsani hal qiladi. Keyin syomkadan keyingi ish, ya'ni olingan mahsulotni joylashtirib chiqish kerak baribir. Qancha muddat ketdi, ya'ni bugungi Qodirxon serialini ssenariyni yozish uchun? Shu sezonnimi yo umuman hammasi? Umuman 4 yil bo'ldi hozir. 4 yil. 2020-yildan beri. 2020-yilda boshlangan. O'sha har sezon, har mavsum tugaganida yangi mavsum boshlanishidan oldin podgotovka bo'ladi, unga ssenariy, g'oya tayyorlanadi. Mani bilishim bo'yicha ssenariydan o'zi o'tib ketdik aslida. Shunaqami? O'zi qancha edi ssenariysi, qaysi mavsumda tugash kerak edi? Endi orada ko'p to'xtatmoqchi bo'lindi, lekin talab borligi uchun qilinyapti. Teletomoshabinlar ya'ni talab qildi. Bu kinoni, serialni davom ettirish bo'yicha. O'zi necha mavsumda tugash kerak edi serial? Endi biz 3-4 mavsumlarda tugatmoqchi bo'lingan. Lekin odamlarga qanaqa serial berish kerak degan tomonga kelsak, u tomonda avvalambor insonni vaqtini o'g'irlab qo'ymaslik kerak, chunki eng qimmat narsa baribir vaqt hisoblanadi. Shuning uchun odamlarning vaqtini o'g'irlamagan holda
ularga o'sha bergan serialingizdan nimadir manfaat olsa, menimcha o'sha yaxshi serial bo'lsa kerak deb hisoblayman. Bu o'zimning fikrim shunaqa. Qodirxon serialida umumiy yangi aktyorlar ham yana qo'shilishi mumkinmi? Bizda serialda mana hozir 7-mavsumni syomka jarayonlari bo'lyapti. Efirda 6-mavsum ketyapti. Har mavsum oldidan yangi voqea bo'ladi. Butunlay yangi voqea. Qodirxon turadi o'rtada. Butunlay yangi odamlar qo'shiladi. Bu 7-mavsumda ham yangi qahramonlar bor, yangi aktyorlar, yangi personajlar. Baribir qon yangilanadi. Hali tugash niyat yo'q. Xudo xolisa, Xudo hozir bor. xolisa Qodirxon seriali ichidagi ma'lumotlar, ichidagi voqealar necha foiz haqiqatga bog'lanadi? 90% dan ko'proq desak ham bo'ladi. Chunki bizda shunaqa narsa borki, misol uchun ssenariy muallifi desa, faqat bitta odam yozish tushuniladi ko'pincha, lekin bizda unaqa narsa emas. Bizda hamma o'tiradi, aktyormi, o'zimiz ichimizdagi aktyorlar, yo bo'lmasa ustozlarimiz, dublaj rejissyori bor, Nodir aka misol, Elshod aka borlar, hamma o'tirib o'zini o'tgan hayotidagi voqealarni yo bo'lmasam qaysi bir voqealarni aytiladi, o'shalar qo'shiladi, undan deb mashq qilib ssenariy yozishdan oldin shu serialga daxli bo'lsa olib qo'shib ketiladi. Chunki baribir real narsa realda, hayotiy narsa odamlarga yaxshiroq ta'sir qilish uchun tezroq yetib boradi. Albatta. Bugungi suratga olinayotgan jarayon qancha muddatdan keyin efirga uzatiladi? Hozir bugun olib turilgani 25 kun, 30 kun ichida efirga ketadi. Uni ichidagi montajlari bor. Shu tomonlarini gapiraylik. Bu bitta serialni but qilib bir kunlik serialni efirga berish qanchalik mashaqqat va bu tomonlarini. Endi bitta serial o'sha 45 minutlik bitta serialni syomka qilish uchun aka juda ko'p odam ishlaydi. Bizda aktyorlar bilan hisoblaganda 60 ta 70 ta odam ishlaydi. Aktyorlardan tashqari ijodiy guruh, operatorlar, montaj ustalari, dublaj ustalari, muzika bezakchilari, bastakorlar hisoblanganda 15 taga yaqin odam ishlaydi. Endi bu odamlar kerak bo'lsa kuni tun mehnat qiladi, uyga bormaydi, boshqa qiladi. Buni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Bu qancha odamlar ishlayapti bu yoqda. Dublaj ustozlarimiz bor, musiqa bezakchi akalarimiz bor. Bular juda ko'p mehnat qilishadi. Kerak bo'lsa bizdan ko'p ishlashadi-da ular. Chunki biz ularga mahsulotni olib borib beramiz. Ular bu mahsulotni tovar upagovka qilasiz-ku tak. Xuddi shunaqa upagovka qilgandek unga bezak berishadi, boshqa qilishadi. Buni o'ziga yarasha mashaqqati bor baribir. Televizor yoqasiz 45 minutda tez o'tib ketib qoladi bu narsa. Albatta. Ana unaqa qilish kerak. Onam mazasi bo'lmayapti deydi-yu. Onam mazasi bo'lmayapti degandan keyin tushunmadim. Qanaqasiga siz onangiz yo'q edi-ku, sekin tushuntirib beraman. O'tirdi, olib ketish kerak tez. Onam yo'q deb qo'ygansiz. Keyin Gulchehra. Yes, motor. Yes. Tezda nachiling. Neyimiz? Ronalda tanla. Qorni ochib ketdi-yu. Ketdi. Ne ko'rdingiz? Yopdingiz. Davron aka. Bizning har kungi kayfiyatimiz bir xil, ko'tarinki bo'lishi shart. Albatta. Chunki bizning har kungi ishimiz syomka, mana shu serial uchun har kun bir xil kayfiyatda boshlab, bir xil kayfiyatda tugatamiz. Charchab qolsak ham. Albatta. Tan olish kerak, Qodirxon seriali sizni tanitdi. Shunday. Bizga o'xshagan yoshlar bilan birgalikda ishlasak, shunaqa deymanki, xalq tanishi uchun, ko'chada, ana aktyor rasm tushaylik deyishi uchun hozirgi kunda 4 ta taniqli san'atkori klipiga tushish kerak. Yoki 4 ta rejissyori kinosiga qatnashishi kerak deb o'ylayman. Meni bu shaxsiy fikrim. Menga va menga o'xshagan yana bir nechta ijodkorlarga mana shu Qodirxon seriali o'zidayoq o'sha natijani berdi. O'zi kifoya. O'zini kifoya qiladi. Shu 4 ta klip qilmadik, 4 ta kinoga tushmadik, serialga tushdik va mana shu serial o'zi xalqqa tanitdi, xalqqa kerak bo'lsa sevimli qilib ham ulgurdi. Albatta. To'g'ri, kliplarga tushyapmiz, kinolarga tushyapmiz. Bu fundament, asnova Qodirxon seriali. Shu yerdan biz ko'p narsaga erishdik deb o'ylayman. Qodirxon serialidagi aktyorlar tez almashyapti. Shunaqa. Lekin siz hozir ham kadrlarda borsiz. Xudoga shukr. Bundan buyog'iga ham bo'lsin. Iloyim. Va sizning rolingiz salbiy. Bu qanday ta'sir qiladi bu Biz tomoshabinga ham o'zimga ham. o'zingizga?
o'zimga ham ta'siri bo'ladi. Endi bu hayotda ham sal meni obrazimga yaqinroq. Ya'ni ko'pchilikda gap shunaqa deydi, lekin meniki haqiqatan hayotdagi obrazimga yaqinroq edi. Ja o'ta jiddiy emasman-u, lekin o'sha o'zimdagi jiddiylikka yaqinroq bo'lgani uchun menga osonroq tuyuldi. Va ayrim holatlar bo'ladiki, bir kunda juda o'sha qiyinroq sahnalarda olganimizda o'sha obrazga tushib qolamiz. Iloji yo'q. Obrazga tushib qolganimizdan keyin o'sha holatda yurishga majbur bo'lib qolamiz kun bo'yi. Lekin harakat qilamiz obrazdan chiqib yana o'zimizni real xarakterimizga qaytishga. Albatta. Boshqa seriallardan, boshqa kinolardan ham taklif tushyaptimi? Taklif bor. Taklif tushyapti. Boshqa seriallarda ham o'ynadik, kinoda ham o'ynadik. Ular chaqirganda ham iltimos qilaman. Qodirxon serialdagi bo'lib qolmasin, mana obrazim. Boshqa obraz beringlar. Boshqa obrazdan beringlar. Sal kayfiyatliroq Umid serialida tushdik. Unda bundagi Qodirxondagi obrazimdan mutlaq farq qiladi. U har doim kulib yuradi, har doim har bir voqeani hazilga yo'yadi. Uni muhabbati ham hazilomuz muhabbat, jiddiy emas. To'g'ri, bu ora-orada jiddiy bo'lishi mumkin, lekin bu obrazimdan u farq qiladi. Qolgan rollarim ham shu borganimda aytaman, iltimos, mana shunaqa qilmanglar, unga tortib qoladi, o'xshab qolaman unga. Sal boshqacharoq qilaylik. O'zingizga qanaqa obraz yoqadi? Har doim shunaqa obraz bo'lsa, qancha bo'lsa suratga tushaveraman. Degan obraz. Bilmadim-u, qolganlarning fikri qanaqa. Mendagi fikr, men aktyorman. Men aktyorman. Rejissyorni vazifasini qiluvchi odamman. Rejissyor obraz berdi, rejissyor o'sha obrazni meni ko'rdi. Demak, uni men bajarishim shart. U tanlash degan narsa bilmadim. Balki bo'lib qolar, hozir yo'q. Hozir men vazifada yurishim kerak, aktyorlik vazifamda. Rejissyor talab qilgan narsani chiqarib berishim kerak. Eng asnosiysi ham shu menimcha. Shu. Zo'r. Ertadan boshlab laboratoriyaga soat nechida boriladi? Hammasini mayib qilamiz. Orqada protsessyapti. Bitta qo'l oling, o'rtog'ingizga qarab gapirishingizni.